Prezident korteji sabab homilador ayol vafot etdi. Joriy yilning 15-oktyabr kuni Turkmanobod shahrida Turkmaniston xavfsizlik kuchlari Prezident Serdar Berdimuhamedov korteji sabab yo'llarni to'sib qo'ygan. Tez yordam mashinasi ham harakatlana olmagandan so'ng tibbiy yordamga muhtoj homilador ayolning eri uni o'z mashinasida shifoxonaga olib borishga uringan. Biroq ularni yo'lda xavfsizlik kuchlari to'xtatgan va o'tishga ruxsat bermagan. Guvohlarning aytishicha, erkak xavfsizlik kuchlariga hatto tiz ham cho'kib yolvorgan. Yo'lni to'sgan xavfsizlik xizmati esa tuman tibbiyot birlashmasiga xiyobonlar orqali borishni maslahat bergan. Biroq ayol va uning 7 oylik homilasi erkakning qo'lida jon bergan. Ular shifoxonaga yetib borganida shifokorlar hech narsa qila olmasliklarini aytgan. Manbalarga ko'ra, voqeadan so'ng xavfsizlik xizmati erkakning uyini kuzatuvga olib, undan voqea haqida hech kimga aytmasligini talab qilgan. Biroq marhum ayolning turmush o'rtog'i Berdimuhamedovga murojaat qilib, adolat izlashini va ommaviy axborot vositalari hamda Birlashgan Millatlar Tashkilotiga xabar berishini aytgan. Shundan so'ng xavfsizlik kuchlari erkakning uyiga borib, unga o'g'lining kelajagi va sog'lig'i haqida qayg'urish kerakligini aytgan. Bu mudhish voqea yuzasidan na Turkmaniston rasmiylari, na mahalliy ommaviy axborot vositalari xabar bergan.